Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Rossiyada nelegal 2025 operatsiyasi boshlandi. Bugundan e'tiboran Rossiyada nelegal 2025 federal keng qamrovli tezkor profilaktik operatsiyasining ikkinchi bosqichi boshlandi. Eslatib o'tamiz, noqonuniy operatsiyasi har yili ikki bosqichda Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati, Rosfinmonitoring va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Tadbirning asosiy maqsadi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish va migratsiya qonunchiligini, jumladan uchinchi davlat fuqarolari tomonidan buzilish holatlarini aniqlash va oldini olish. Nelegal operatsiyasi birinchi marta 2008-yilda o'tkazilgan. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda bozorlar va ko'shklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. Andijondan Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilsa bo'ladi. O'zbekiston Airways 28 oktyabrdan boshlab Andijon-Moskva-Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Reyslar haftasiga 4 marta seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari Vnukovo aeroportiga amalga oshiriladi. Chipta narxlari bir tomonga 2,40 million so'mdan, ikki tomonga 3,708 million so'mdan boshlanadi. Rossiya va Tojikiston o'rtasida mehnat migrantlari bo'yicha yangi kelishuv imzolandi. 9 oktyabr kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mehnat muhojirlari bo'yicha bir necha muhim hujjatlarga imzo chekdi. Yangi kelishuvga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kirishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, 2019-yilda tuzilgan Tojikiston fuqarolarini vaqtincha ishga jalb etish haqidagi hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritildi. Bundan tashqari, ikki davlat migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha ham yangi kelishuv tuzdi. Putin muzokaralar paytida hozirda Rossiyada 1 milliondan ortiq tojikistonlik ishlab yurgani haqida gapirdi. Ular qurilish, uy-joy xo'jaligi, transport va logistika sohalarida mehnat qilib, Rossiya iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganini ta'kidladi. Putin 8 oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Tojikistonga kelgan, uning safari 3 kun davom etdi. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov sentyabr oyida mamlakat qaytish migratsiyasi tizimiga o'tayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari kelib ishlab pul topib, keyin yurtiga qaytishi to'g'ri yo'l hisoblanadi. Yangi kelishuvlar rasmiylarning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari uchun qonuniy ishlash va tibbiy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi.